Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu galgi videomiz Microsoftning Disabling bo'limi haqida bo'ladi. Agarda video manfaatli bo'lsa, albatta oxirida like bosib qo'ying. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Xo'p, bu ancha oldin olinishi kerak bo'lgan video edi. Ammo ba'zi sabablarga binoan mana bugunga chiqishi nasib qilgan ekan. Demak, Disabling bo'limini ko'rib chiqamiz. Mana bu tarjima yordam beradi bizga uchun. Chunki bilamizki, Microsoftning interfeysidagi ma'lumotlar barchasi ingliz tilida. Xo'p. Mana demak Disabling bo'limi nimalar qiladi? Bu orqali biz kerakmas buyruqlarni, biz ishlatishni xohlamagan buyruqlarimizni o'chirib qo'yishligimiz mumkin. Chunki agarda ba'zi buyruqlarni odamlar foydalanaversa, albatta bu turli xil suiiste'mollikka, spamga olib kelishligi mumkin. Buni esa hech kim xohlamaydi. Shuning uchun bu bo'lim bizga yordam beradi. Buyruqlarni cheklab qo'yishlik uchun. Demak, Disabling bo'limi orqali birinchisi disable deb qo'yilgan bu yerda va buyruq nomini kiritadigan bo'lsak, foydalanuvchilarni ana shu buyruqdan foydalanishini cheklaydi. Bu yerda misollar berib o'tilgan. Bunga masalan info buyruqini cheklash uchun mana shunday qilishlik kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa enable. Bu orqali esa o'chirib qo'ygan o'sha buyruqimizni yoqishligimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga ham quyida misol berilgan. Xo'p, undan tashqari nima qilish mumkin yana? Undan keyingi buyruq esa o'chirib qo'yish mumkin bo'lgan barcha buyruqlarning ro'yxatini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Keling masalan ba'zilarini sinab ko'ramiz boshidan boshlab. Xo'p. Masalan birinchisi infoni o'chirib qo'yamiz deyapmiz masalan. Mana info buyruqlari admin bo'lmaganlar uchun to'xtatildi. Ya'ni bu buyruqni adminlar ishlata oladi. Masalan, men bu yerda adminman. Mana shu buyruqni ishlata olaman infoni men. Menga chiqib kelaveryapti. Endi adminlar uchun ham to'xtatish mumkin bu narsani. Mana bu yerda admin degan joyini qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda aytayapti, agar mana shu yerda agar bu yoqilgan bo'lsa, adminlar ham o'chirib qo'yilgan buyruqlardan foydalana olmaydi deyapti mana. Demak, yozamiz. On qilib qo'yadigan bo'lsak, yoqilgan bo'ladi shunda. Yoki yes mana. Disable'da o'chirib qo'yilgan buyruqlar endi adminlar uchun ham ishlamaydi. Yana sinab ko'ramiz. O'chirib tashladi. O'chirib tashlaganning sababi bor. Mana bu yerda bu yoqilgan, ya'ni disable degan yoqib qo'yilgan foydalanuvchi o'chirib qo'yilgan buyruqni ishlatganda uni avtomatik o'chirishni yoqadi yoki o'chiradi. Yoqilgan hozir bizda yes deb bo'lib turibdi yoki onda bo'lib turibdi. Hozir o'chirib ham qo'ysak bo'ladi. Ya'ni biz o'chirib qo'ygan, ya'ni ishlatishni taqiqlab qo'ygan buyrug'imiz ishlatilganda ana shu buyruqni avtomatik tarzda rosa o'chirib tashlaydi. Agar bu yoqilgan bo'lsa, hozir bu yoqilgan holatda turibdi ekan, demak biz buni o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agar off yoki no qilib. Buning uchun off qiladigan bo'lsak o'chish kerak bo'ladi mana. Endi yana sinab ko'ramiz. Rosaga reply qilib infoni yuboradigan bo'lsak, mana endi o'chmadi. Lekin bu mana bunday xabar chiqazmadi ham. Ma'lumot chiqazmadi. Va yana nimalarimiz bor? Demak, ko'rdik. Mana buni ko'rmabmiz. O'chirib qo'yish mumkin bo'lgan barcha buyruqlar ro'yxatini uni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana shuncha buyruqlarni o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Admin list, antifootni, connect, help, IT info, kick me, xullas ana shu buyruqlarni taqiqlab qo'ysak bo'ladi. Foydalanuvchilar ishlata olmaydi. Va yana nima qolib ketdi? Demak, bizda
Xo'p, shu guruhda hozirda o'chirib qo'yilgan buyruqlar ro'yxatini ko'rsatadi. Demak, Disabledni bossak, hozirda o'chirib qo'yilganlarni ko'rsatadi. Xo'p, mana ushbu guruhda quyidagi buyruqlar o'chirilgan, faqatgina info o'chirilgan, hozirgi o'chirib qo'yilganlari. Xo'p. Demak, biz ko'rib chiqdik, demak, barcha buyruqlarni va quyida eslatma ham bor. Eslatmaga e'tibor beramiz. Standart holatda, ya'ni oddiy holatda buyruqlarni o'chirib qo'yish faqatgina oddiy foydalanuvchilar uchun ta'sir qiladi. Agar adminlar ham ishlata olmasligi uchun esa disable admin buyrug'idan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Keyin o'chirib qo'yilgan buyruqlar baribir connection funksiyasi orqali kirish mumkin bo'ladi. Ya'ni rosaga bog'lanish orqali guruhda emas, balki rosaning chatini o'zida, ichkasini o'zida foydalansa bo'ladi bu buyruqlardan. Shuni aytib o'tmoqda. Demak, video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.